Assalomu alaykum, hurmatli va aziz yurtdoshlar. Bizda Toshkentdan Qozon, Ufa, Perim, Orenburg yo'nalishlari bo'yicha qonuniy avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Reyslarimiz haftada 2 kun, har seshanba va juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da yo'lga chiqib ketadi. Siz o'zingizni, biletlaringizni Toshkent avtovokzali ikkinchi etajiga kelib xarid qilishingiz yoki bo'lmasam ekranda qoldirilgan raqamlarga murojaat qilib onlayn band qilish imkoniyatiga egasiz. Turparov va Konur tomonidan yo'lga qo'yilgan avtobuslarimizda siz uchun barcha qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Masalan, ikkita mavsumga mos konditsionerlarimiz, qulay o'rindiqlarimiz, telefonlaringiz uchun quvvatlagichlarimiz, kulerlarimiz va monitorlarimiz mavjud. Siz o'zingiz bilan asosiysi 50 kg dan 60 kg bo'lgan yuklarni bemalol olib kelish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, bizda biletlar soni cheklangan azizlar, tanlovda adashmang. Bizda ijtimoiy tarmoqlarimizdan Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kabilari faoliyat yuritib turibdi. O'zlaringizning savollaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Biz albatta ularni o'qib chiqamiz va sizga javob yozamiz. Shoshiling va o'z joylaringizni hoziroq band qiling.